Yangi maqsad va rejalar, ertamiz egalarini qiynayotgan muammolar, o'z bizneslarini boshlash istagida turgan yigit-qizlar uchun katta yo'l. Bu esa shak-shubhasiz rahbar va yoshlar uchrashuvi. Viloyat hokimi Murodjon Azimov kelajak bunyodkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazib, ularga yanada keng imkoniyatlar yaratdi. Ba'zi masalalar joyida hal etildi. Bugun sizlar bilan demak, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan, sanoat yo'nalishida ishlamoqchi bo'lgan yoshlarimiz bilan uchrashyapmiz. Bu yerda mana banklarimiz, bevosita mutasaddi tashkilot rahbarlari ham qatnashyapti. Shuning uchun ochiq-oydin masalalarni qo'yib, muammolarni qo'yib, bugun sizlar agar masalalaringizni hal qiladigan bo'lsak, o'zimizni bugun ma'lum darajada vazifalarimizni bajargan deb hisoblaymiz. Tadbirkorlik sohasida o'z ishini boshlamoqchi bo'lganlar tomonidan tuzilgan biznes rejalar bilan tanishildi. Qashqadaryo diyorimiz gullab-yashnashi yo'lida o'ylangan yangi ishlar uchun banklar tomonidan kredit mablag'lari yo'naltirilishi belgilandi. Men asalarichilik bo'yicha 100 million so'm kredit oldim. Buni yanada asalarichilikni kengaytirish maqsadida davlatdan kredit mablag'i oldim-da. Endi davlatimizga katta rahmat. Bu 18% yoshlar uchun imtiyoz qilib, bizlarga 7 yillik kredit berishdi. Zarina Bahodirova yosh dizaynerlardan uning kelajakdagi maqsadi yangi ish o'rinlarini yaratish va milliylik hamda zamonaviylik asosida liboslar yaratib, xorij sahnalarida namoyish etishdan iborat. Men libos dizaynerligi va rassomchilik yo'nalishida faoliyat yuritib kelaman. Menga berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishga va o'quvchilarimni yana ham kuchaytirishga va universitetlarda ham o'quvchilarimiz ko'proq kirishiga yordam bermoqchiman va bunda hokimimizga juda ham katta rahmat aytaman va yoshlar bilan ishlashda yana ham menga katta imkoniyatlar ochib berildi. Ana shunday uchrashuvlar orqali ko'plab murojaatlar tingladim, ba'zilari joyida hal etilayotgani, yangi O'zbekistonimizda barcha qatori ertamiz egalari uchun ham imkoniyatlar yaratilayotganidan darak beradi. Endi har payshanba yoshlar kuni, demak, har gal yangi maqsadlar va rejalar albatta amalga oshadi.